Xo'p, oka bilan darvoza dogovor qildik. Eniga 5 metr, balandligiga 3,5 metrli. Pechatli darvozani ovli orqasi bir xil. Oka, adres qayerda edi? Adres Qirg'iziston, Aha. Atbashi, rayoni. Bu Bishkekda-da, to'g'ri? Bishkekdan 400 km alus. Tergakda. Bo'ldi, men Andijondan kargoga tashlayman. Kargo shu promo Bishkekka olib borib berar ekan. U yerdan siz to'lovini qilib olib olasiz. Aytib to'lab turib, najoq olib ketib qolaman men. Bo'ldi. Bu ota-onamdan nevizadan o'sha yozyapman-da. Aha. Hozir Amerikada ekansiz-da? Amerikadan hozir. Ishlarga omad. Rahmat. O'zingizlardagi ishlaringizga yegilik. Bo'ldi, aka. Oltin darvozani kuzatishni davom etaverasiz. Valla ishingizga yegilik, ma'lumot o'sha so'nim. Bo'ldi. Sonda zotdirsizlar. Jaqtmaga. Do'stlarga ham reklama qilaverasiz, xudo xolasa. Reklama qilaman, reklama. Bo'ldi. Charchaman, aka. Bo'ldi, rahmat. Xo'p, men pasport tashab qo'yaman, pul tashab yuboraverasiz. Bo'ldi. Ukamni o'zi Balam chiqib qo'y. hozir bolalarga ham addushi o'sha $50 o'ziga choy qilib beraman aytganingizda. Yaxshi. Bo'ldi. Dinashtiga? Aha. Hop, shu razmerlari.